O mana bu yerda jamoat jamku, oilaviy ekan-da bular, ha? Cho'jalar, kul jo'ja, kul xo'roz jo'ja bor ekan. Mana ikkita qop-qoralar zo'r ekan, makiyar ekan, ha? Bitta xo'roz bor ekan, otasi edi, ha? Otasi bitta cho'ja xo'roz. U necha tulak bu katta xo'roz? 1,5 yosh, 2 tulak bo'lyapti. 2 tulak bo'lyapti, 1,5 yosh, ajoyib. Ichkari dalada otasi. Otasi. Nashadan o'laman. Voy jonim sog'. Mana makiyarlar qaysi oy buni xo'rozcha? Dekabr. Dekabr. Makiyarlar oktyabr. Xo'rozlar sotib ketdi. Uni ikkala qoradan keyin vaqt cho'tga chiqqan ekan, ha? Ana qo'ya tashqariga olib chiqing dedim xo'rozni. Juda ham parlar odamga yoqadigan ekan, aka. Toza ekan haqiqat. Soati nima dedingiz buni? Soati kares. Koreya. Yiriga bu ham, ha? Navrazmi? Gap yo'q. Buni xo'roz bo'lasizmi bu? Yo'q. Böyle 15 tarafta nevarasi. Nevarasi, ha. Kuzda bir ko'rdim buni, o'sha paytda. Kuzda ko'rgansiz. Ana. Oyoq falan. Yig'ishtirib turishni. Baquvvat ekan xo'roz. Baquvvat. Hozir o'ynasa bo'laveradi. Tayyorlab, sovutib o'ynasa, o'ynayman degan o'ynaveradi. O'ynaveradi, ha? Ezilmagan xo'roz, faqat bolada. Bolada yurgan. Ishqibozlarga sotilaveradi, ha? Bizga sotilaveradi. Necha pul narxi aka? Endi kelishamiz-da. Kelishamiz, ha? Gap yo'q. Holatiga qarab, xo'rozlar ko'rsa ham bo'laveradi. Lekin yuribdi. Babasini qanotdan bordi. Ha, bor ekan, qanot odam. Bizda ham haqqi bor. Ja, unaqa $1000, $1,500 deb olmaydi baq, to'g'rimi? Kelishtirib beradi baq, arzon beradi. Gap yo'q, barakasini bersin. Endi hatta buni bittasi sherigini bular 20 kungacha sotilib ketuvdi. Ikkita qolgan edi. Ikkalasi ham xo'roz edi. Bittasini quvaloqlar kelib yaqinda olib ketdi. 1 millionga nashidan olib ketdi. Shuni sherigini. Oyoqda ham ko'ryapsiz. Zo'r ekan. Hozir buni shirigan bo'lmaz, qolmadimi? Buni sherigidan bitta bor. O, nari qora ham shu bir xil ekan pashta. Bir xil ekan. O'chirib bergan. O'rtalab shunaqa qilib, mana jo'jalar tomosha qilib yuribmiz. Burada kurki bosyapti bu ham. Kattalik ko'ryaptilarni, ko'ryapti. Ha, hali kulmak yo'q ekan, ha? Bunda nechta tuxum bor? Bunda 9 ta. 9 ta tuxum bor, ha? Barakasini biz cho'qimaydimi? Cho'qiydi. Cho'qiydi. Gap yo'q. Necha kun ochadi bu? Bu ikkinchilarga chiqish kerakmi? Ha, gap yo'q. Tez kunlarda xudo xohlasa jo'jalar yangilar chiqadi. Ko'rib boraveramiz. Aygan odam o'ynasa bo'laveradi buni. Hozirgina bolasi, ha? Katta. Ikkita o'ynab yutdi bu. Buni makondan olib chiqib o'ynadi. Shoning hisobi. Nechta tulak bo'ldi bu? Yoshiga endi iyulda yetadi. Iyulda yetadi, ha. Necha kilogrammi? 4 kilo 200. 4 kilo 200, ha? Davra bo'lib qolgan tarasa, ha? Ishqibozlarga berilaveradi, ha? Sotilaveradi. Gazlarga o'xshagan ham sotilaveradi. Sotilaveradi, ha? Bollarni oldim hammasini. Gap yo'q, barakasi. Ishqibozlarga O'ta chiroyli. Ash cho'jalar akasida. Gap yo'q. Ajoyib. Xo'roz 2 tulak bo'lib qoldi, ha? 2 tulak bo'lib qoldi. 5,5 kilo chiqadi, ha? 5,5 kilo. Shalpam o'ta toza ekanda o'rtalar parlari ham. O'tgan ham ishqiboz bo'lgandik. Buni qo'li ko'taringchi, buni ushlab bunday chiroyli qilib. Kulmak ham, bu ham kulmak yon ekan. O'rtalar. Ana o'rtalar. Xo'roz. O'ynab turgan hozir. O'rtalar Ganoyda ham rekordsini qildik. Telegram kanaliga o'tasizlar, qo'yib beramiz o'rtalar. Chotki. Ha, joning hisobi. Bu ham 5,5 kilo tulak o'rtalar. Almona bo'lgan xo'rozlari. Tomoshaga keldik. Barakasini bersin. Shalabaq makiyan chiroyligini qarang o'rtalar. O'ta chiroyli. O'ta go'zal. Bu kunlar men olib ketib tuxum olganman 5-6 ta bir paytlar. Qaytarib olib kelib olganlar keyin. Kul yaxshi makiyan edi.